Mana Arafa kunida roza tutishlik bor. Oysha roziyallohu anhodan payg'ambarimiz aytadilar: "Siyawmu yawmi Arafata kasawmi alfi yawmin." Arafat kuni tutilgan roza 1000 kun tutilgan roza bilan teng. Rasululloh aytadilar: "Sawmu Arafa kaffaratu sanatayni, sanatin qablahu va sanatin ba'dahu." Arafat kuni tutilgan roza 2 yillik gunohlarga kafforat. 1 yil avvalgi gunohlarga va 1 yil keyingi gunohlarga kafforat. Ko'rmaysizmi bu kunlar qanchalik barakali? Bu kunlarda Alloh taologa ko'proq zikrda, ibodatda bo'lishlik kerak bo'ladi. Ma min ayyaminil amalis solih fiha habbu ilallohi ta'ala min hadihil ayyam. Mana shu kunlarda qilgan ibodatlar boshqa kunlarda qilingan ibodatlardan ko'ra Alloh taologa mahbubroq bo'ladi. Bu kunning afzalliklaridan yana bittasi, bu kunning ichida Arafat bor. Arafat kunlarning eng yaxshisi Arafat kuni.